1 millionta Chouaminiga qarshi akalar, 1 millionta Valverdeni urishtirib ko'ramiz. Qaysi bir kuchli uje fight boshlanib ketdi akalar. Uje fight. Chouamini kuchlimi, Valverde kuchlimi hozir ko'rib olamiz sizlar bilan. Hali tarixda bunaqasi bo'lmagan fightni biz bo'ldirib olamiz akalar. Kommentda yozib ketamiz qaysi biri kuchliligini. 1 milliontaga 1 millionta. Atay nerealni sonlarda fight bo'lyapti bu yerda. Uje chapdan mana uje Chouamini o'z qanotidan uje hujum qilyapti. Valverde esa zaxtada turibdi. Voy, bu jangni qaranglar akalar. Real vs Real. Salomat. Buni atmosferani qaranglar, ko'taning 1 millionta akalar. Bu 1 millionta. Ozgina tezlashtiramiz. Voy. Stop. Uju tog' bo'lib ketibdi bular. Akalar. Kim yutdi? Chouaminilar yutdi uju. Voy, Valverdelar qolmabdi. Salomat. Chouamini oldinda.